Salom do'stlar, sizlar bilan yana bugungi videomizda Vaysaqi mutantlarga aylanib, biz qurgan mutantlarga qarshi jang qiladi. Xo'p, sizningcha qaysi biri yutadi deb o'ylaysiz? Va biz boshladik. Xo'p, Vaysaqi tayyormisan? Qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Vaysaqi aylanganini qaranglar. Vaysaqi, ma'musi ham. Voy bechora yuragim, qalbimga oyog'ingni sanchib olding. Vaysaqi uchun jangchi tayyorlaymiz. Vaysaqi bilan jang qiladigan bu birinchi Creeper. Buni qanaqa qilib jang qiladi deysizlarmi? Короче, mana bu buni qo'yamiz va buni o'zgina orqaroq o'tamiz va tayyormisizlar? 1 2 3 bizda qaytaramiz. Bizda qandaydir tuxum paydo bo'ldi. Bir mutant Creeper va biz hozir Creeper bilan Vaysaqini urishtiramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentarga fikringizni yozib keting. Xo'p, Vaysaqajon. Yaxshi dam oldingmi? Короче, seni oldinga bitta dahshat narsani olib keldim. Mana buni. Bum. Xo'p, jang. Yo, Vaysaqning kuchini qaranglar. Qochma, qoch. Bu olovli to'p olgan. Jang qil, davay urush. Vaysaqi yutib qo'yadimi ishlaydi. Men buni soqoli ham bor ekan. Qochma Vaysaqi, qochma. Bir-birini yo'qotib qo'ydi. Xo'p, Alloh nima qilsin. Jang ketib o'tdi. Creeper yutdi. Молодец. Молодцы. Короче, sen yutding Creeper. Seni tabriklayman. Creeper yutdi уже. Bitta urishimga chidamadi. Xo'p. Qani Vaysaqi qayerda ekan? Vaysaqi keldingmi? Qalay bo'ldi? Tugatdingmi? Yutqazib qo'yding-ku. Afsus, men seni yutadi deb o'ylagandim. Xo'p, bu gal qanaqa mobga aylanmoqchisan? Tayyormisan? Ko'zingni yumib ol. Ko'zingni yum degandim. 1 2 Vaysaqi bilan urushadigan keyingisi bu Alloy bo'ladi. Xo'p. Tayyor bo'lsanglar, hozir men bularni urushtiramiz. Buni qo'yamiz. Bosh kichkinagina ekan. Buni qo'yamiz va xo'p, bizda qandaydir tuxum paydo bo'ldi. Buni hozir bilan urushtiramiz. Xo'p, Vaysaqi tayyormisan? Короче, mana seni yangi raqibing. Davay urush mana. Qo'yil, sen yutding, qo'rqib qochib ketdi. Qo'yil, Vaysaqi zo'r. Короче, kommentga Vaysaqi zo'r deb yozib ketinglar, chunki u yutdi. Yutdingmi Vaysaqi? Tan ol Vaysaqi. Vaysaqi yutdi, qo'yil. Medal beringlar Vaysaqiga. 5 ta 4 ta joni bor ekan o'zi. Xo'p, unda biz keyingisini jang qildiramiz Vaysaqi bilan. Chunki Vaysaqi yutdi. Xo'p, bizda keyingisi kim bor? Zombi. Oddiy zombini urushtiramiz. Xo'p. Buni qo'yamiz va mana buni tuxum bilan o'tvoramiz. Deyarli dahshat kuchli ketish uchun. Xo'p. 1 2 7 6 bizda qandaydir tuxum paydo bo'ldi. Bu aniq zombiniki, chunki zombi mutant zombi mana bu Vaysaqiga qarshi. Vaysaqi bu gal sen yutolmaysan javob. Mana bu seni mazini qotdi. Sen ham jang qilasan. Round 1 go. Krisa Vaysaqi sen nima qilding? Yana tushunsanmi? Men senga dahshatini topib beraman. Короче, ikkalanga qarshi bitta dahshat boss bor. Bu ikkalasi kelishib olibdi. Juda ham yaxshi. Hozir ularga qarshi men oxirgi bossni qo'yaman. Bu o'zi barding. Boshini kattaligini qanaqa deb o'ylaysizlar? Hozir eng kuchli boss Guardianni qo'yamiz. 1 2 3 Xo'p,
Yo, bizda Warden paydo bo'ldi. Hozir biza Voysaq va uning ukachasi zombini Warden bilan urishtiramiz. Sizlar короче bir guruhda chiqishini ko'ryapsanmi Voysaqjon? Go. Bunisi ham hujum qilmas ekan. Короче, sen TMCsan. Battle round, go. Короче, bular hozir xo'p, bular hozir nimagadir jang qilishmayapti. Nimaligini tushunmadim. Men bu ham bularga haqiqiy qurolni qarshi işte Warden yuttu. Qo'yil, sizlarni tabriklayman. Xo'p, men bo'lmasa videoni shugacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosishni unutmanglar. Hozir men bu Wardenni boshiga tushib ko'ramiz. Tusholdim. Krisa. Xo'p, xayr, sog' bo'linglar.